Autizm, RAS, ZPR tashxisli bolalarning rivojlanishi uchun eng samarali 5 ta defektologik mashg'ulotlarni sanab o'taman. Birinchisi bu sensor integratsiya darslari, ya'ni bu darslarda bolalardagi sensor buzilishlar, shovqinlardan qo'rqish, quloq bekitish shovqinli joylarda, yorug' joylardan qochish, odamlar ichidan qochish, ovqatlar tanlash kabi sensor integratsiyalarning buzilishini yaxshilashda samarali natija beradigan mashg'ulotdir. Ikkinchisi bu avoterapiya mashg'ulotlari, ya'ni bu avoterapiyada asosan bolalarning xulq atvori korreksiya qilinadi, ya'ni xulqini yaxshilash bo'yicha shug'ullanadi. Bu metodikada asosan bolalarni rag'batlantirish orqali natijalarga erishiladi. Uchinchisi bu ergoterapiya, ya'ni ergoterapiya mashg'ulotlarida bolalarni hayotga tayyorlanadi, ya'ni hayotga ko'nikmalari oshiriladi. Bu holatlarda bolalarda o'z-o'ziga xizmat ko'rsatish, kiyinish, yechinish kabi va o'ziga hayotda kerakli bo'ladigan ishlarni bajarishni o'rgatuvchi mashg'ulotdir. To'rtinchi metodika bu PEX kartochkalari. PEX kartochkalarida esa bolajonlarga har qanday rasmli kartochkalar orqali muloqot qilishni, ya'ni o'zini xohishlarini rasmlar orqali ifoda etishni va rasmlar orqali muloqotga kirishishni o'rgatuvchi mashg'ulotdir. Beshinchisi bu albatta defektologlarning kognitiv rivojlantiruvchi mashg'ulotlardir. Ya'ni bu mashg'ulotlarda bolajonlarga fikrlashni o'rgatiladi hamda akademik bilimlar berib boriladi. Aziz onajonlar, siz farzandingizni ushbu 5 ta mashg'ulotdan qaysi biriga olib bormoqdasiz? Yoki agar bulardan boshqa usullarda ishlayotgan bo'lsangiz, albatta kommentariyada yozib qoldiring. Sizni farzandingizga aynan qaysi mashg'ulotlar, qaysi metodikalar yaxshi foyda berayotganini ham aytib o'ting. Albatta bu 5 ta metodikadan tashqari boshqa metodikalar ham bor. Sizning farzandingizga aynan qaysinisi kerakligini bilmoqchi bo'lsangiz yoki farzandingizni aynan qaysinisiga olib borishingiz kerakligini bilolmayotgan bo'lsangiz, albatta biz, ya'ni BMT klinikasining xodimlari sizga yordam berishga tayyormiz. Konsultatsiyaga bolangizni olib keling va biz sizlarga to'g'ri yo'nalish berishga harakat qilamiz.